1000 kvadrat uy hozir полный travelting bo'layotgan. Aqsvetda полный mana o'sha uy bo'ladi. Aqsvetda travelting bo'ladi. Terazani chekkalarini полный komplekt обрамлениялар qo'yiladi. 2 etajga межэтажный karniz qo'yiladi. Poyez bo'ladi. Полный shu yoqda balдар jasashadi. Bu kolonalarga rimskiy kolona qo'yiladi. Shu joq polni bo'ladi. Butgandan keyin polni videolarini chiqarib qo'yam. Sizlar so'rovlar bo'lsa, so'rovlarda jaza ketsangizlar, so'rovlarga barlar javob berishga harakat qilamiz. 1000 kvadrat uy bo'ladi.